Qani qadrdonlarim, biz bismillah deb olmasam ishni boshladik. Iltimos qilamiz, videomiz boshidan bir donagina o'z laykingizni bosib, kanalimizga o'tsangizni qo'shib qo'ying. Qadrdonlarim, videomiz boshidan eng sara texnikalarni ko'rsataman. Yangi MS 504 mini traktor sotiladi. Telefon raqamlari qoldiramiz 98 kod bilan 575 2501 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Akalar albatta buni oladiganlar telefon raqamiga aloqaga chiqsanglar narxini kelishtirib beradi. Kimgadir qiziq bo'lsa bizni Telegram kanalimizga o'tib olib kuzatib borsanglar, Telegram kanaliga batafsil ma'lumotlarni qo'yib boraman. Qadrdonlarim, Selos kombayn sotiladi. Turkiya mahsuloti, holati yangi holatda, narxi atiga $8500 deyamiz. Kami bor albatta. Manzillarini qoldirib o'tib ketamiz. Andijon viloyatida ekan manzil, Marhamat tumanida ekan. 77 963 69 98 94 251 52 74 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Akamiz kelishtirib beradi narxini. Narx qoldirmagan, o'zi telefon qilishda kelishtirib beraman deb akamiz o'zlari aytgan. Va qadrdonlar, ko'pchilik Prespat barchiklaridan so'raydi. Albatta ko'pchilikning talab istaklariga binoan Prespat barchik sotiladi. Narxini ham aytib o'tib ketaman. Narxi 120 million so'm. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Telefon raqamlari qiziqqanlarga 97 773 1065 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Narxi 120 million, balkim undan ham kami bor, albatta kelishtirib beradi akamiz. Prespat barchik so'rab qiziqayotganlarga videoni havolasini tashlab qo'yinglar. Kirib ko'rib savdosi bu baraka bo'lsa ajab emas. Biz davom etamiz. E'tiboringizda albatta yana mana bunaqa traktorlardan ko'rsatamiz. Traktor sotiladi. Rollari gidravlika, vobshim zo'r holatda ishlab turgan traktor, narxi atiga 35 million so'm yana kelishtirib beriladi. Manzil Surxondaryo, Angorda ekan. Telefon raqamlari 70 kod bilan 021 38 35 va albatta 99 kod bilan 029 07 05 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Narxini akamiz kelishtirib beraman degan, albatta kelishtirib beradi. Aloqaga chiqib o'zingizlar gaplashib olaverasizlar. Qadrdonlarim, texnika ajoyib holatda turibdi va albatta birdaniga 1 emas, 2 emas, 3 ta traktor ko'rsatib ketaman. 3 traktor sotiladi Belarus 80X lardan. Manzil Farg'ona, yillari 2007-yilda ishlab chiqarilgan 80X traktorimiz $10,000, 95-yilda ishlab chiqarilgan 80 million so'm va 96-yilda ishlab chiqarilgan ham 80 million so'm. Bularga bitta telefon raqami qoldirib ketamiz. Qiziqqanlarga 33 kod bilan 230 1008 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Shularning narxini ham kelishtirib beradi akamiz. Qadrdonlarim, kombayn Rostel Don 680 sotiladi. Holati idealniy holatda turibdi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan, ishga tayyor holatda, texnika holati yaxshi. Qiziqqanlarga telefon raqami qoldiramiz. Manzil Andijon Chinobodda ekan. Narxi $25,000, 94 kod bilan 197 97 00 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Narxini akamiz 25,000 deyapti, albatta kelishtirib beradi. Qiziqqanlarga 97 00 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Aloqaga chiqib kelishtirib olaverasizlar. Qadrdonlarim, Prespat barchikda yana bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Koska 3511 Prespat bar sotiladi. Yil 2021-yilda ishlab chiqarilgan, holat zo'r, ko'p ishlamagan, narxi 7100. Kelishamiz. Telefon raqami 99 956 51 46 qisqa telefon raqamlari. Manzil albatta Samarqandda ekan. Samarqandlik akalar bo'lsa videoga bir donagina like bosib qo'yib, albatta bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kelgusida qanaqa videolar chiqaraylik, qanaqa texnikalar chiqaraylik, albatta izohlarda yozib ketasiz degan umidaman. Qadrdonlarim, shu yerda yana bitta narsani aytib o'tay. Kimgadir qiziq bo'lsa, biz Telegram kanal ochib qo'yganmiz. Iltimos qilamiz, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Telegram kanalimizni qidirayotganlarga Telegram kanal manzili YouTube kanal biyosida turibdi yoki Texnika bozorim deb yozsangiz YouTube'da ham, Telegramda ham albatta chiqadi. Qadrdonlarim, Rusumi MTZ 80 bo'lgan traktor sotiladi. Yili 1986-yilda ishlab chiqarilgan, narxi $6700. Kelishamiz. Holati a'lo, 4 ta yangi balon, motor moy yemaydi, korobka zadniy mos zo'r, vomlari hamma joyi ishlaydi, rangi ko'k. Telefon raqamlari 99 890 84 67. Manzil Toshkent viloyati. Qadrdonlarim, texnika holati yaxshi, 4 ta balon yangi holatda qo'yilgan, motor, korobka vobshim zo'r holatda. Qiziqqanlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Narxi $6700 albatta. Qadrdonlarim, mini traktor so'raganlar ham oramizda anchagina tashkil qiladi. Rusumi MS 504 mini traktorni yana bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Narxi atiga 150 million so'm bo'lgan bu traktorimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, rangi ko'rib turganingizdek qizil rangda. Manzil Farg'onada ekan. Qiziqqanlarga 98 kod bilan 575 2501 qisqa telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Akamiz kelishtirib beraman degan.
holati a'lo darajada. Endi 2025-yil bo'lgandan keyin bu haqda ma'lumot bermasa ham bo'ladi. Ideal holatda traktor shunchaki aytib o'tib ketsak ham bo'ladi. Qadrdonlarim, ko'pchilik izohlarda qoldirgan ekskavatorni mana eshitinglar diqqat bilan. Ekskavator Hyundai H155 sotiladi. 2025-yil sentyabrda olingan. 1 milliard 750 million so'm 3 yilga lizing qilib olingan. Boshiga 500 million to'lov, har 6 oyda 400 million to'lashga olingan. Kamayib boradi. Bosh to'lovga 500 million so'm to'ladik. Birinchi to'lovga 410 million to'ladik. Keyingi 370 million bo'ladi. Narxi 45 ming dollar kelishamiz. Manzil Sirdaryo viloyati Sardobada ekan. Telefon raqam 93 kod bilan 308 80 99 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Ma'lumotni eshitdinglar. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, balkim yanada kelishtirib beradi. Tushunganlar uchun albatta, tushunmaganlar uchun albatta Telegram kanalimizga chiqasiz, o'tib ketaman. Qiziqqanlar ma'lumotni olishingiz mumkin. Qadrdonlarim, yana bitta mini traktor ko'rsatib ketaman. Diqqat bilan eshitinglar ma'lumotni. Assalomu alaykum. Shu traktor mini traktor sotiladi. Komplekt sotiladi. Komplektida hamma narsasi bor. YTO 454 rusumi, yili 2024. Pulini 13.500 dollar deyapmiz. Kam bor, manzili Andijonda. Qiziqqanlarga telefon raqamini qoldiramiz. 88 479 89. Mana bu ko'rib turgan qo'shimchalari, beriladiganlari, xullas pulligi, chizili, hamma narsasi bor. Prinsipigacha bo'lishi kerak bu texnikani. Endi komplekt degan akamiz. Endi aloqaga chiqib, bu yog'ini gaplashib olaverasizlar. 79 89 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Qadrdonlarim, Yumis texnikadan so'raganlar ham oramizda anchagina tashkil qiladi. Yumis sotiladi, ishlab turibdi, aybi yo'q, balolari yaxshi holatda turibdi, dokumentlari joyida turibdi. Narxi 7000 dollar, kami bor albatta. Manzil Andijon viloyati. Qiziqqanlarga telefon raqam 94 430 89 83. Qadrdonlarim, shu yerga bitta pauza qilib izohlarda yozib ketingchi. Bizning videomizdan siz manzur bo'lyapsizmi? Albatta sizga qiziqarli bo'lyaptimi? Agar qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, omad ekam ishingga deb shunchaki izohlarda yozib keting. Kelgusida bizga motivatsiya bo'ladi. Kelgusida juda ham chiroyli va antiqa sara texnikalarni chiqarishga harakat qilamiz. Aynan siz qidirayotgan texnikani chiqarishga harakat qilamiz. Qadrdonlarim, T28 traktordan ham oramizda so'raganlarni ancha muncha odam tashkil qiladi. Oramizda ancha so'ragan, izohlarda yozishgan. T28 sotiladi, ishlab turibdi, umuman aybi yo'q, dokumentlari joyida turibdi. Narxi 15 million so'm atiga, kami bor. Manzili Andijon viloyati Asakada ekan. Qiziqqanlarga telefon raqamlarini qoldiramiz. 90 kod bilan 253 41 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Narxi atiga 15 million so'm. Andijonlik akalar bo'lsa, videoga bir dorgina like tars etib bosib qo'ying. Atiga 15 millionlik texnikani qiziqqanlarga ko'rsatib o'tib ketyapman. Va qadrdonlarim, shu yerda KS Maxim 140 sotiladi degan akamiz, ana shuni ham bitta ko'rsatib ketay. Ishlab turibdi, umuman aybi yo'q, naqad holatda, dokumentlari joyida turibdi. Narxini ham boshida aytib o'tib ketaman. Narxini akamiz atga 250 million so'm deb qoldirgan. Albatta endi kami bor. Manzil Buxoro viloyati Jondor tumanida ekan. Qadrdonlar, buxorolik akalar bo'lsa, videoga bir donagina o'z laykingizni bosib qo'ying. Telefon raqamlari 99 kod bilan 961 03 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib, ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Biz davom etamiz. Belarus 952 sotiladi, yil 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Oktyabrda ishlab chiqarilgan ekan. Xullas, zo'r holatda, hech qayerda ochilmagan, ishga tayyor, 1200 soat ishlagan xolos, dokumentlari joyida turibdi. Narxi 350 million so'm. Albatta kami bor, endi aytgan narxga sotilmaydi. Qiziqqanlarga manzil Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida. Telefon raqami 90 kod bilan 128 47 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Akamiz narxini chiroyli narxlarda qilib kelishtirib beradi. Hammasi sizlar uchun azizlarim. Azizlar, MT-80 sotiladi, yil 2014-yilda ishlab chiqarilgan, holati naqad holatda turibdi. Aybi umuman yo'q, motor ochilmagan, dokumentlari bor. Narxi atiga 145 million so'm. Albatta kami bor, endi kelishtirib beriladi. Qiziqqanlarga telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. 90 kod bilan 128 47 qisqa telefon raqamlariga bog'lanaverasizlar. Holat idealniy bo'lgan bu Belarus 80X'imiz, MT-80X deyiladi. Endi menimcha Belarus MT bitta bo'lsa kerak rusumi. Endi yozib ketasizlar kommentariyada. Xullas qadrdonlar, narxini aytdim, telefon raqamini qoldirdik, aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlar, ko'pchilik mana bunaqa selkalardan so'raganlar oramizda anchagina tashkil qiladi. Qidirib yurgan akalarimiz ham oramizda anchagina. Xullas do'stlar, ma'lumotni berib o'taman, nomer, narxini qoldirib o'tib ketamiz. Alper selka sotiladi, holati u a'lo darajada turibdi. Yili 2025-yilda ishlab chiqarilgan, narxi 8000 dollar. Manzil Andijon Baliqchida ekan. Qiziqqanlarga, endi andijonlik akalar bo'lsa, qoldirib ketamiz. 93 210 0880 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Qadrdonlarim, narx arzon, sifati a'lo texnikalardan ko'rsatishdan biz davom etamiz. Mana bu ko'rib turgan ko'k traktorimiz sotiladi. Belarus texnika ekan. Holati yaxshi, hujjatlari bor. Narxi atiga 55 million so'm.
Kami ham bor, endi kelishtirib beriladi. Qiziqqanlarga telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. 99 718 0898 bemalol aloqaga chiqib kelishtirib olsanglar bo'ladi. Qadr baland qadrdonlarim, biz videomiz ham oxirlab qoldi. Videomiz so'ngida nima ham deymiz? Iltimos qilamiz, kanalimiz rivoji uchun bir donagina obuna bo'lib, bir donagina like tugmasini bosib qo'ying va izohlarni, kommentariyalarni ochiq qoldirdim. Kelgusida qanaqa texnikalar chiqaraylik, har birini yozib ketinglar va izohlarda omad ukam ishingga deb yozib ketsanglar, kelgusida sara texnikalarni chiqarishga harakat qilaman. Qadri baland qadrdonlarim, kelgusida ko'rishguncha hammaga omad.